O'zbek millati bu odam bo'lmaydi. Bularda adolat yo'q, bular g'irt pastkash, iflos, nomard, zulm qiladi bular. Bularning kitobini o'qib to'g'ri qilgan ekanman. Harromi DXX aloqaga chiqsin menga. Prokuratura, ichki ishlar kattasi aloqaga chiqsin. Otabek Umarov aloqaga chiqsin. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, haromdan Bularga tarqagan salom bermagin menga. Sen salom bermagin. Menga adolat kerak. Adolat. Qanaqa adolat kerak? Qur'on kitobni yoqib adolat so'rayapsanmi hozir? Ha? Uni kerak emasmi senga? Yo'q, menga adolat kerak. Qur'onni o'zimga o'zim yoqdimmi? Nimaga hech qaysi odam nimaga Qur'onni yoqding deb so'ramaydi? Nimaga ichki ishlarda bitta odamni bironta jinoyatchi O'zbekistondami, любой davlatda bitta odamni o'ldirib qo'ysa, yo iznasilik qilsa, bir narsa qilsa, ichki ishlar nima qiladi? Operlar olib ketib nimaga deb savol javob qiladimi? 48 soat qiladi-ku. Keyin o'sha narsalarni yig'ib prokuraturaga beradimi? Keyin sudga beradimi? Menga qara, Bu standart. Ha. u Qur'on kitobni yoqqandan keyin nimaga yoqding so'ralmaydi. So'ralmaydi. Ichki ishlar Nimaga? zo'r qilgan ekan. Zo'r ish olib boribdi, seni reski qidiruvga berib yuborgan. Qamalasan, keyin qamalasan. Sen yashab yurgan davlatda Qur'onni o'zbeklar yo'q deb o'qish o'ylayapsanmi? Birontasi borku, bitta barmoqchasi bilan tega olmaydi. Bu yer Amerika. Amerikada O'zbekistonni bayrog'ini yoqamanmi? O'zbekistonni pasportini yoqamanmi? Qur'onni yoqaman. Bu yerda svoboda slova bor. Bu yerlarda O'zbekistondagi diktatura, demokrat, chala demokratiya emas, bu naстоящий demokratiya. Sen kim hech narsa qila olmaydi deb o'ylayapsanmi hozir yashayotgan joyingda? Daysiz yo'qolibdi. Hm? Yo'q, hech kim hech narsa qila olmaydi emas. Jazololmaysizlar, конечно. Sandaqa horomlarni yo'qotish Ko'pchilik kerak. lekin Sandaqa aytyaptiki, isqirt horomlarni yo'qotish ha, kerak. mayli. Ko'pchilik aytyaptiki, bu Qur'onni Amerikani pasportini olish uchun, fuqaroligini, green cardni olish uchun ataylab qilgan deyapti-da. Siz bu fikrga qanday o'ylaysiz? Hamma shunaqa deyapti. Sandaqa sanga hech qanaqa fikrim yo'q. Sen horomsan sen bo'ldi. Boshqa narsa emassan, horomsan bo'ldi. Bitta horomsan sen. Boshqa narsa emassan sen. Qur'onni yoqqan horomsan sen. O'lguningcha urgan odam Siz savobga yoqdimi? qoladi. Sen o'lguningcha urgan odam savobga qoladi. Bu islom Sen dinida Qur'onni shunaqa. yoqqanni Islom hozir dinida afsonmi, so'ramaydimi, nimaga afsonmi bunday deb qilding deb? o'ylayapsanmi sen? Afsonmi deb o'ylayapsanmi sen? Bir sabab bo'ldi, o'shanga yoqdim, men to'g'ri tushuntirib bermoqchiman deb o'ylayapsanmi sen? Menga qanaqa video tashlading? Yoqim noto'g'ri Ha, chiqmagan ekanman dedingmi? Itdan tarqagan? Ha, chunki menga e'tibor berishlaringiz kerak-da. Ya kimsan sen? beryapti-da. Siqirт, harom, kimsan senga Safoviy. e'tibor beramiz? Kofir haqida gap ketayotgani yo'q. Qur'onimizni yoqqan odam haqida ketyapti. Sen odam emassan sen. Ko'tsan sen, hayvonsan sen. Lattasan sen. Ey, Basharingga qopdan dinnak qo'yib o'tdan jalla.